Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, qadrdonlar, uzumchilik shinavandalari, xudo xolisa. Bugun 4-fevral sanasi 2026-yil. Biz o'zimizni parnikdamiz, mana teplitsada, xudo xolisa ishlarimiz davom etyapti. Bahorgi mavsumga, aprel oyiga nihollari tayyorlash jarayoni davom etyapti. Juda ko'pchilik kutgan, juda ko'pchilik qidirib yurgan, yangi super hit darajasiga chiqayotgan uzum navlardan bittasi, xudo xolisa qalamchasi tayyor bo'ldi. Bu preobrazение. Juda ko'pchilik qidirib yuribdi, juda ko'pchilik so'ragan. Ko'chatlari 3000 ta ko'chati 2 haftaning ichida уже tamom bo'lgan, juda ham tamom bo'layotgan, xullas talab katta bo'lgan navlardan bittasi preobrazение. Rasmlari, nimalarni qo'yib o'taman sizlarga tushuncha hosil bo'lishi uchun. Sizlarda chiligi uzum iyun oyining o'rtalarida pishadi, iyun oyining oxirigacha pishadi va juda ham yaxshi narxda sotilayotgan uzumlardan bittasi. Bu yil 2025-yil, ya'ni o'tgan yil 60 ming, 50 ming, 60 ming sotilgan. Ya'ni pishgan paytida mevasini oq sariq bo'ladi, mevasining rangi, ko'rinishi ketmasop uzumga o'xshab ketadi. Sal cho'zinchoqroq holatda bo'ladi. Juda ham mazali, karsildoq bo'lgan uzumlardan bittasi. Urug'li bo'ladi, preobrazение. Mana qalamchalar tayyor bo'ldi sotuvga. Xudo xolasa sizlarga taqdim qilamiz. Qalamchani uzunligini ko'ryapsizlar. Mana qo'limiz 20 sm. 1 2 3 mana bag'i ham qolyapti. Ular 80 sm gacha. Hop, bitta endi ahamiyatli jihati hammasi 6 kurtak qilib kesilgan. Bo'g'im oralig'i uzunroq, ya'ni yaxshiroq o'sgan novdalar 80 sm gacha. Bo'g'im oralig'i sal yaqinroq bo'lganlari 50-60 ham chiqadi mana orasida. Maydalari ham bor. Bular kurtagiga qarab kesilgan, ya'ni 6 kurtakdan kesilgan. Ikkita ko'chat chiqadi, o'rtasidan bo'linsa 3 kurtakdan ko'chatga yaraydi bemalol, shuning uchun yiriroq qilib kesilgan. Shundoq holatda kesmasdan eksangiz ham bo'ladi. Mana ko'pchilik hali uzun qalamcha qilib bering menga, mana shu yergacha ko'mib yuboraman, bag'ini chiqarib qo'yaman, juda ham tez ketadi deb aytishadi. Preobrazение uzumining amali juda ham zo'r. Qaranglar, mana bo'g'im oralig'i juda ham zo'r bo'lgan, 15 sm dan baland, ba'zilari 20 ham chiqadi mana bu yerda. Ya juda ham tez o'sganlari bor. Xullas, avji baland uzum, juda ko'pchilik qidirib yurgan qalamcha. Narxlari ham o'sha o'zimiz aytgandek, mana shu holatda 10 ming so'mdan. Orasida maydasi juda ham kam, lekin payvandga o'ta ham moslari juda ko'p. Mana qaranglar. Kurtaklari mana bo'rtib turibdi, mana kurtaklari. Shular mevali kurtaklar. Bo'g'im oralig'i uzun, ya'ni payvandga bo'g'im oralig'i sal uzunroq bo'lishi kerak, o'shanda bemalol chiqadi. Qalamcha xullas saralangan sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Svejiyligi juda ham yaxshi holatda. Birorta ingichkasini sindirib ko'raylik. Mayli, mana shuni. Sinmayapti. Mana. Namliga yarasha svejiy xullas. Mana. Yam-yashil holatda turibdi. Sizlar uchun bu bor yo'g'i 1000 dona o'z zakaslarimiz bor edi. Zaklab bergan akalarimiz ham bor edi. Ko'rib turgan bo'lsalaring Telegramdan yozinglar, o'sha bitta ikkita odamdan zaklab olingan. Xudo xolis shularga birinchi beramiz va qo'yaliga yetkaziladi. Eng kamida 20 dona sotiladi. 20 donadan sotiladi, ya'ni 200 ming so'mlik bir kishiga. Xoling payvand qiling, xoling eking. Bu o'zi aralash holatda, ya'ni tanlamasdan bersak ham bo'laveradi. Payvandga ham, ekkani ham juda ham zo'r holatda tayyorlangan qalamchamiz. Preobrazение uzumining 1 kilosi 50 ming so'mdan sotilgan. Oltiariq meva bozorida sotilgan. Iyunda, ya'ni rizamatdan oldinroq pishadi. Chiligi uzum, lekin dona yirikroq bo'ladi. Juda ham amali tez, mevani yaxshi qiladi. Mevani kamaytirsangiz, bir boshdan qo'ysangiz dona yirikroq bo'ladi, mevani sifati juda ham zo'r bo'ladi va bu duvarak hosil qiladi. Shu duvarak hosillarini olib tashlash kerak bo'ladi. Ya'ni ikkinchi xomutay paytida duvaraklarini, o'sha batchadan chiqqan duvarak hosillarini olib tashlash kerak bo'ladi. O'shanda hosillar juda ham yaxshi bo'ladi. Amali tezligini sababi ham shu duvarak hosillari borligi uchun bu navdi avji juda ham baland. Ya'ni mevani ko'p tugadi, shuni hisobiga ham buni avji shunga moslashgan juda ham baland. Asosiy mevani qo'yasiz, xudo xolasa zo'r effekt olasiz. Uzumni ikki xil vaziyatda yaxshi daromad qilsa bo'ladi. Yo erta pishirasiz yoki kechroq saqlaysiz. Ya'ni bozorda nisbatan tovar kam bo'lgan paytda siz o'sha uzum sotadigan bo'lsangiz, shunda yaxshiroq narxga sotishingiz mumkin. Va chiligi uzumlar bu juda ham qulay, ya'ni erta pishadi, erta kunda pul bo'ladi. Bu pishgan paytda bozorda hali uzum yo'q bo'ladi. Ya'ni chilik uzumlar pishgan paytda o'tgan yilgi uzumlar уже tugab,
yangi uzumlar hali pishmagan bo'ladi. Shuni hisobiga narx-navo ancha baland bo'ladi. Ya'ni Rizamatda teplitsada pishgan variantlari ham iyun oyining boshlariga pishirishyapti. O'tgan yil ham chiqarganmiz. 300 ming so'm, 350 ming sotilyapti. Bu juda ham zo'r narx. Endi preobrazение uzumiga bu 50-60 ming so'm ham juda ham zo'r narx. Shuning uchun tavsiya qilaman. Chelak uzumlar orasida eng hitlaridan, eng yaxshilaridan bittasi shu preobrazение uzumi. Aloqaga chiqinglar, ekranda nomerlar Telegram orqali aloqa qilsalaring bo'ladi. Yetkazish butun O'zbekiston bo'yicha bor. Bitta pochta orqali yetkazib beramiz. Dastlabki xizmati xaridorning o'zidan bo'ladi. 10 ming so'mdan kami yo'q, afsuski, o'zi 1000 dona xolos. Bu juda ham tez tugaydi. Mana o'zimiz ham qalamchalarni kesilyapmiz, ko'chat qilyapmiz. Mana ikkiga bo'lib biz mana taglarini kesib, mana yonlarini arralab, xudo xolasa dorini suvlarga qo'yamiz va tomirlatishga mana arrada arralanyapti. Mana arrani teskari qo'yganmiz. Mana bering mashina. Mana shilingan joylaridan xudo xolasa tomir yorish osonroq bo'ladi. Bu tarafda mana avatarlarimiz tomirlatishga qo'yilgan. Xudo xolasa bu 4000 dona birinchi partiyamiz, ikkinchi partiyaga xudo xolasa 3-4 mingta qo'yishimiz kerak. Tomirlash jarayoni davom etyapti. Mana namliklari yaxshi. Hop, ikkita olib ko'ramiz. Kalit chiqarishni boshladimi, yo'qmi? Mana kalit chiqarishni boshlabdi. Hop, sal fokus qilinyapti. Mana ko'rindimi? Mana shu narsa kalus mana. Tirnalgan joyidan chiqyapti. Arralash ahamiyati juda ham katta. Tirnalgan joyidan shirasi chiqadi va o'sha shira kalusga aylanib, chetdan tomir bo'rtadi. Mana o'sha bo'rtishni boshlagan. Chunki hamma texnologiya to'g'ri qilinsa 20 kunda tomirlab bo'ladi. Mana tomirlab bo'lgan. Shu bir haftada. Mana shuni hozir eksa ham bo'ladi. Xudo xolasa 20-25 kun bo'lganda ekamiz. Endi ko'chatchilik baribir 100% natija olish qiyin. Pateriya bo'ladi boshqa. Baribir 100% biz aytgandek bo'lmaydi. Lekin harakat qilish kerak. Eng to'g'ri usulda yetishtirishga. Salomat bo'lasizlar. Kimga qanaqa qalamchi kerak, aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa vaqt soati bilan qilib beramiz, tayyor bo'lishi bilan. Va uzum ko'chat ek mavsumi ham boshlanyapti. Havolarisi kimga qanaqa uzum ko'chat kerak bo'lsa, avatar, manikyur finger, hop, xirmoni, mahalliy uzumlar qanaqasi kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Faqat ob'yomda 50 dona, 100 dona ekaman deganlar bo'lsa, xudo xolasa ishonchli joylari bor, sizlarga uni yetkazib ishlaringni hal qilib beramiz. O'zimizda xudo xolasa ko'chatlarimiz tugagan, yaxshi ishonchli sheriklarimiz bor, shulardan ishlaringni bitirib beramiz sifatli holatda. Salomat bo'linglar.